Endi hozir ishning arzoni o'zi yo'q. Aytishadi, krasota требует жертв. Chiroyli bo'lmoqchimisan? Puling ham ketadi, vaqting ham ketadi. Shu sabring ham ketadi. O'zim operalar bilan kelganman, ozgina shu dog'larim bor edi. Endi shu anchadan beri o'sha dog' bo'lgan, shu oldin narsalar chiqardi, u yo'g'gandan keyin dog'lar unaqa bo'lishni boshladi-da, chiqishni boshladi. Shopa, ular kelishingizdan oldin borgan qo'shkasi bor edi? Yo'q. Birinchi bularga kelishni boshladim. O'zi kuzatib borardim. Men o'zi juda ham kamdan kam ishonaman kosmetologlarga. Keyin Shodani bir ikki marta ko'rganimdan keyin qiz chiqdi. Imni problema yuzi bilan shu videoni ko'rib keldim. Shodani oldiga ishonib, birinchisida уже ancha yaxshi effekt bo'ldi. Birinchisida o'zi. Endi baribir odamlar bilan ishlaymiz biz ham. Davlat ishida. O'shanga endi baribir ayol kishi o'ziga qarash kerak. Endi bo'yanganingizda baribir bilinadi u dog'lar. Bilingani uchun endi baribir uy sharoitida men ham ko'p narsa qilib ko'rdim. Endi har xil protseduralar o'zimizdan har xil narsalar qilib ko'rasiz, baribir o'qigan, professional, o'zini ishini bilgan odamga borsangiz yaxshiroq deb o'ylayman. Uy protsedurasini professional odam sizga bersa, o'zining dorilarini yoki qanaqadir o'zini kremlarini bersa, o'shanga qarab ishlatsangiz bo'ladi. O'zingiz samostoятельно qilsangiz bo'lmaydi. Juda ham toza, chistoplotniy ayol. Ishlari ham, hamma narsasi joy-joyida turadi. Men to'g'risini aytsam, birinchi o'rin shu narsaga qarayman. Juda ham qanaqa ishlashiga, tozaligiga, joyiga, odam o'ziga ham qarayman birinchi o'rin. Chunki ayol kishi ishlayaptimi shu o'zini kelyaptimi, birinchi o'rin inson o'ziga qarash kerak. Yuz tuzilishiga, oddiy misol, qoshini qiladigan ayollar o'zini qoshi chiroyli bo'lsa, birovni ham qoshini chiroyli qiladi. Labini qildirayotgan bo'lsa, labini ham xuddi shunaqa. Yuzga kelganda inson yuziga ham bog'liq. Yuzi chiroyli, o'ziga qaragan ayol kishi bo'lsa, o'shanga qarab o'zini kelgan klientlariga ham qiladi. Nima desam bo'ladi? Omadlarini bersin. Shundoq ham klientlari ko'p, odamlari ko'p. Shu faqat omad.